Ben vatanımız Şarkı Türkistan, Ürüm şəhərindən cəzaları şahidi Qadınlar Sıdıq olmam. Ben şu Ürüm şəhərdə tuğulub, Ürüm şəhərdə çoğ bulub, aşağıda ali məktəblərini bitirib, şu yerdeki Ürüm şəhəri 24. başlanmış məktəbdə Xitay tilində dərsiga o'rinlashtirilib, aşağıda 28 yıl o'qituvchilik qilib, 2018 2. ayının 10'u məcburi aldan ala pensiyaga chiqarildim. 2019 yılı 10. ayının 9. günü bu Gollandiyada o'ldiga qizimdan yanıb keldim. Qizimni ko'rish, yo'qlash, salomatligimni davolash uchun bu yerga keldim. Ben şu vatanımız Şarkı Türkistan Ürümçi'de 2016 yılı 9. ayda başlandı bizim mektepke tuyuqsuz. Bizim mekteplemezke bütün şehir boyunca bo'lib ketdi bu işler. Tuyuqsuzlar bütün o'qituvchilarni Xitoy tilida imtihon elish oldu. O'qituvchilarni baholash oldu. Baholash deganimiz qanday desangiz, endi o'qituvchilarni shu Xitoy tilida dars o'tkazdi, uchuq dars deb qo'yamiz buni. Uchuq darslarga 7-8 Xitoy muammolarni baholag'uchi ekildi. Ular saqlab o'sha sinib kirib dars anglag'ach, ular bizning darsimizni baholaydi. Ders tugagan ki bizni so'zlatadi, dars loyihasi to'g'risida. Shunday qilib bu 2016 9. ay bir mavsum butunlay o'qituvchilarni shu tekshirish, shallash, sinash, baholash shunaqa bo'ldi. 10 qatim imtihon elindi bütün o'qituvchilardan. Hatto ana til ders, boshqa fan o'qituvchilarning hammasidan Xitoy til darsini imtihon oldi. Buni ham Xitoy komissiyalar kirdi, 10 Xitoy bor taqa. Shunday qildi 2016 yilda bir mavsum bütün ish ishla shug'ullandik. Şundan 2017 yılı kelgan vaqtida biz yangi o'qish mavsumimiz 2. ayda boshlandi. 2. ayning 26'sı maktabga chiqib tushdik. Tushib 2 kun toza qilib, albatta kitap materiallarini tayyorlab qo'yib 2. ayning 28 bo'lgan vaqtimizda biz bütün xizmatlarimizni topshirib elib, normalda dars tayyorlab qilgan vaqtimizda 28'da tushdan burun ma'lumotda maktab mudiri telefon qildi. Darhol ishxonaga kirsam, o'tga muhim ish bor deb. Endi u ishxonasiga kirsam, tushdan keyin 1:30da Sayvaq rayonluq Ma'rif idorasining partkom ishxonasiga yig'in bor ekansan, sen muhim yig'in bor dedi. Degandim, men nima yig'in ekan desam, uqmayman, menga demidi. Aşağı basam buldu dedi. Yani biz odatda o yig'inlarga eversa, biz nima uchun so'raymiz desangiz, chunki men maktabning kadrlar xizmati tuman qilinishi deb qo'yamiz hamda. Anandagi arxiv xizmat tuman ham. Endi yana shu maktabda mush Xitoy Joyan Zujansi tadqiqot ishxonasidagi guruh boshlig'i, ikkisinib Xitoy tilida dars kirma, shunday vazifalarim bor. Shuning uchun bizni yig'in o'rlashtirsa, shu nima yig'in deb so'raymiz. Mesela ya rinshma kadrlar xizmatiga doir yig'in kelsa, shu yig'inga doir xotira olamiz ham. Agar arxiv xizmati desa, arxiv xizmatiga doir xotira olamiz. Shuning uchun darhol so'raymiz, nima yig'in deb. Shuningdan keyin men uqmayman, sen tushdan keyin basangni bo'ldi ekan dedi. Men bir yerimda ulgurib bordim, o shaharlik, nima bizning Sayvaq rayonlik Ma'rif binosi shu Xunsan Qizil taxt deb qo'yamiz. Udulda gezitxona var şimdi, gezitxonasi udulda o bino. Şu bir yerimde keldim yig'inga, partkom ishxonasiniki ishxonasiga kirsam, u yerda bizniki shu Ma'rif idorasining partkom sekretari Songliyin, son sekretar deb qo'ydik. Shu Songliyin bizga yig'inlashdi, ikki o'zining xizmatchisi bor yana. U yerda 7-8 Xitoy muallim, men yana bir Uyg'ur bola bor ekan, 88dan kelgan bola, u Xitoychada o'qigan, Xitoy tilida. Bizga yig'inlashdi. Bizga dastlab yig'inlashgan vaqtida, misol yangi o'qish mavsumini boshlab oldik. Biz sizlarga bir turkum savodsizlarni yig'ib berdik. Sizlar ertadan boshlab, ya'ni 3. ayning 1. kunidan boshlab shu yerga o'zinglarlik bekitilgan yerlarga savodsizlarga davlat tilida dars o'tisizlar dedi. Shunday o'qitadi. Barbirimizga bir 3 ta kitob berdi. 3 qism kitobga bu qo'sh til ma'rifi deb maxsus darsligi kitobga 3 qism berishga 3. qismda. 3 kitobni berdi, birdan dars tayyorlab berdi. Andan keyin bizga bu yig'inni o'qtirib bo'lgandan keyin bizga dedi. Lekin sizlarga bizning shartimiz bor. Cho'qim bu sizlar aşağı borgandan keyin shu borgan yerdagi o'zinglar ko'rgan, anglagan yoki bilgan har qanday ishni sirtqi hech kimga demaysizlar, buni intayin maxfiy tutsizlar buni. Hatto o'zinglarning maktabinglardagi maktab rahbarliklariga, mudirlarga, sekretar, hatto xizmatdoshlaringlarga, do'st birodar hech kimga deyishga bo'lmaydi. Intayin maxfiy tuqqanlaringlarga demaysiz, quqtag'anti. Men shaxsan hayron qoldim, men de qolganlar o'qimadim. Ben bu acaba bu savadsızlarını yığıp vereyim için bundan mahfiyatlılığı kattık yermedi dep özüm o'ylab qoldim, qat'iy o'ylashmabdim. Ben o kamplarga ders berishimni men uxlab tushimdim, xayolim keltirmagan ish.
Şununla otası bırak aldığımızda biz 4-5 dalda cedvel takip berdiğin o cedvel. Biz o yerde normal o cedvellerini ya resim tatılışka ya ondak nemimiz yok, katı onda işimiz yok. O cedvelini bergentim, şunu kol koysanlar buldu da onun kol koyduğu ismimizi, andaki suruk, kolumuzu bastık hem surukta. Onun ben de bir kurlan isim iziş jarayonida ben de göz yugurttum qarsam, aşınadım yana belki eğer şu bağan yerdeki şu körgenlerini başkalarına adım kısa, özüm şu yerde şu nemi katnışıdı, şu okuş katnışıdı, bütün tukalları çetildi bu işe de başına yerleri belki bir iş kurdu ha. Şunun annekin biz onu derhal kol koyduk kısa. İslam'a vakit kısa olğaçqa biz bu cedvellerdeki mezmunlarni sizlarga bir tushundirmada nima qilmaymiz. Lekin shu biz deganga o'xshash cho'qim maxfiyatli ching tutsizlar, hech kim demaysizlar. Anadan keyin depotlar manga qalbim normalim sening qizing Gollandiyada go deb dedi. Chunki bu chet el tuqqanlari borlarning hammasiniki ularning arxivida borda, o markalar, Spartkom hamma maktabning arxivlarida qatma-qat bor. Hatto o'zimiz turayotgan aholi komitetlarga necha qatim akildik biz. Kızımız nerede okuyordu, qaysi şehirde, kızımızın müşahede pasport olğanmız, numaraları köpeytilgen, hemisi var ularda. Ne çıkıntında da boğan. Şunlar, benim kızım Gollandiyada okuyordu, pütüreydi desem, neyim kesip okudu dedi. Yani, degen doktorluk kesip okuyordu, doktor olmakçı kızım desem, deb. Gollandiyada bizim var, Cumgo'nunki münasebeti ve yakıncımı dostu öyle. Ekepireli bir kızını müşahede dedim bana eskertkinde o. Degen işte bir xil boldum hem de. Bob şunlarni ki necap mağman asker tüketildiğinden anneki bizge kolumuzga birden bir nimbadi saqchi şopirniki undaq yozilgan qog'ozni verdimdak qog'oz jinchu ananiki sizlar mushu telefon sizlar qulog'ingizga qog'oz telefon qilsanglar shu saqchi shopir sen opirib akildigan mas'ul dedi. Ha deb shunlarni maktab qaytib berib xizmatlarimiz o'tkazishimiz kerak ekan. Biz yig'inni qaytib maktablarga berib xizmatlarimiz o'tkazgan bo'ldik. Şunlardan ertesi 3. ayda birden başlap aşlar belgilegen aşı saqchi şopirlik telefon qilib şu bizni belgilegen yerga bordik. Bu saqchi bu men birinchi qitim borgan u yer bu kampa erlar kampus ekan. Bu eliqi Sanfangodagi 5-kentda qo'yilgan Sanfango Diwutsun deb u kampning o'zining ismi yo'q ekan, lekin o'zining ismini bizga hech kim demadi. Shuningdek bu mashinada bir tog'liqning ustiga chiqdi meni. Çıkıp üyeli şunlarken bu başta bağın yalnız Xitay saqchi bu şopirçu yalnız ki özü şunlarken normalde salamlaştık sen qay mektepterde 24 dedim bir ders kimdi de dedim şunlar aşağıya bağıcı şu gaplarni deyiştimiz şunlar o şu kampga kelganda bu düşüp özü anadaki bu 4 qavatlik bino ekan bunda to'g'risi sağgan 4 qavat bino ekan men o'ylab qoldim yangi sağgan binodek emas ekan u qarasam yenilan bir cimuzendek bir narsa ekan bunda saqchining keyin uy voyachi kon binoda qilib turdi lekin bunda qoro ekan bu ash qoroniki tomning ustida qadar sim qo'ri degan ekan shundan bir mustahkamdek andiki buni ishlari mashina elektronlik bu saqchi o'ziniki kartalari bilan andikida qalay deb bir narsa ekan surkaydigan ashlar bilan echib andiki meni boshlab akirdi qo'ron ichiga kirsak qo'ron ichida saqchilar harbiylar chiqqan dedim men saqchi harbiylar qurolliq qoroda charlash turibdi. Şunlar o qo'ron ichiga kirib men ichim yana bir xil bo'ldi, men jiqidi bo'ldimda qarab ularga. Chunki normalda biz doim ko'chalarda jiq ko'rgan bilan unda bir maktablarda yerlarda o qo'ron ichida ko'rib boshqa bo'ldi ekansizda. Shunlar qo'ron kirgandan keyin bino kirdigan darvozani oldinimi 3 qavat eshikka qarang o bino kirdigan mashina eshitimi. Teshida bir qavat simshik onun için tümür rishatka, onun için bir biz ma'lum binanın fondamını da qo'ymizgo, aşda 3 qavatga shu binanın ishigi gücümü. Aşı ishini açtı, echib andan o kirdik, o koridora kirsam, ishdan kirgan yerdan bir saqchim da ustanni qo'yib o'tiribdi da hashada. Shundan keyin kirib shopir bu mishaga dars kelgan o'qituvchi keldi dedi. Desam men ism familiyamni, kimlik nomerimni, telefon nomerimni yozishim kerak, onu yozdim. Yazsam bu şoför beni bir işxonaga boshlab qo'ydi. İşxona boshlab qo'yuvchi shu koridor kirdikansiz kirsangiz o'ng qo'l tarafda yana shunday tumir rishatka sim shunday qilibdi bir taraf koridorning bir tarafi men sol taraf ikkinchi qavatlar uchiqlamkan. Shundan men buni qarab qo'ydim. Uning beqinidan bir qarsam ustidan jankushida gizilib kelgan. Shu bunday kamera o'xshaydi. Uning ishini oldim yana bir ustalda bir saqchi o'tiribdi. U
Onun aldıda yana saqçılar bilan quralliq var, mayaq tut. Şu binanın içidim yana var ki bu saqçılar bilan. Şundan keyin men o meni boshlab qo'ygan ishxon kirsam, o ishxonda 5 Uyg'ur qizlar ekan. Bu 5 Uyg'ur qizlar mendan o'g'il qilmay bu ishni. Bular 10 qiz ekan. Bularni har qaysi aholi komitetlardan mushaga yordamga kelgan qizlar ekan. Bu qizlar 5dan 60 ishlar ekan, 24 soatgacha. Bugun men 5 qiz 24 soat ishlagan bo'lsa, ertasiga 5 60 ishlaydigan qizlar ekan. Shunda o ishxon kirishim bilan bir qiz meni taniyapti, Mahira deb, bu qizning ismi Mahira ekan. Bizim mektepten yendiki şu Lınkuş ahaliler komiteti işlerinden kız geldi. Kirsem de ama kandırmalıyım siz 24 doğu dedi. Eğer beni tunamsız desem ben aşağı ahaliler komiteti işleyemem. Benim kızım sizin mektebiniz okuydu dedi. Eğer dedim şuna bir ders geldiniz mi? Kançılık geldiniz. Biz 6 aylık 6 aylık 91'de geldik mi şey ders geldi. Bu savadsızlarla bu kim adamlar desem kirgeni görürsünüz de başka yakımı. Çünkü karsam bu işgallarını içinde böyle küz çapratları bakende şundan ki malum siz teyar olduğunuz mu? Biz açıklayalım şu yemenlerini de. Şu yemen deyken olan ismini. Yani bunu ben teyar da kitap materyalini açıklayıp elip aşı kızlarının ki baş işi bilen aşı abay ben dedim sakçı üstten koyganın ki aldık geldi okuma aldı rişatkilik aşı tosakını aldık hep ben tudum. Tusam biz malan açıklayalım yani siz kırımdan ular kırketti. Aşı 10 taraftaki koridorun işini mi yani kabul etken açtı yaşkılar açmışlar. Bir elektrolukta açtı, bir kulüpte açtı, yani bir sim üçge aşımı. Şöyle içip o kız kirkepti kirip, şankala da bakırıp, her bir kameranın işini açtı, zencirlik hem içip ular çıkıvatıdı. Çıkıvatkantılı qarsam, her qıttım, ben qarsam, pek köp guvalık berip kettim, 50-60 100 qıttım demişip kettim, iş qılıp, her qıttımda şu sözler bir şekilde üzerine tutamayı kalıyorum ben. Çünkü nurgunda dedi sen bunu 5 yıl dep kettim, 1 qıttım dep kettim ki, endi onda köz işimi kılmazsan dep kettim, lekin adam köz iş kılmaydıysanız bu paziyalarda belki içiniz koğaşka özüm tutamayken ben abaydım mı, ziyaretti özüm tutamayken. Çünkü karısız olayımız yaşlı çoğularken adam sakalları yan tutup kilden boğaşka tıkça sakalları düşemiyorken. Bu aldığımda ütüvatılı olan kollarını bir kollarda kişiyen zincirler var. Çok adamlar ki bu adamlar normalde biz sırtlarda köysek, koçalarda köysek, mesela biz evimizde yağlarda oturmak, miçitler köprak. Bular uçursa biz özümüzü kaçırıp salam beriştirme bir tepte atılan adamlar da bular. Şuna ben işini aldım, turib attım, ben qarab degan şuna titrab ketdim. Ular degan mağamışlar, xuddi olan qutqazgılı kelganda bir ishonch bilan bichonchilar qo'l zanjirga qaraydi, ma'nundan qaraydi, qo'l zanjiri qaraydi, men qarab ko'rdimmi bizni deganda. Shundan yuragimga aytishib ketdi, titrab ketdim aşağıda. O'zim nim qilishim bilamay ketdim, lekin saqchi harbiylar bütün qurolni qo'yganki men o'zim tutamsam bo'lmaydi. Alloh menga bir madad bergaysa, Allohdan ichim tilab ketman. Shunda ular hammasi har bir kamerada 10dan 10 ekaniga chiqdi. Chiqib eng ichidagi kamerada 7 ayol kishi bor ekan. O 7 ayol masala chiqdi. Ular men qaraydi, 7 ayol 3 yosh qizlar ekan, 4 cho'g'lar ekan, opamiz emas. Shundan kirdi, ular otani sinfning ichiga. Lekin kirsangiz bo'ldi ma'lum deb shikni ichib bergan. Men kirdim. Kirib o'ng tarafda sinib, sol taraf bu birinchi kamerada men kirib qaradimda, qarasa o kameraning ichi smot yotadi ekanda, bular qorong'uga derazani unda qalaydi poyatlar ekan. Sinib deyman, kameraning ichi qop-qorong'u. Shuni bilan qarasam 10 ta nepes qarasangiz ko'ngil bo'lgan nepes adiyallar qatlanib turibdi. Shundan yana bular smot yotadi ekanlar deb qaradim, qarab yana shu yurgimni jig'ib ketdi, smot yotadi ekanlar shularda. Shundan sinfga kirdim, kirsam o sinfda men oldida bir ustal va o'qishni ustiliga bir harakatlantirish to'siq bor ekan, men midraydigan. Adandan keyin o sinfda o'rindiq bilan kichik o'rindiqlar bor. Odatda o'quvchilarga faoliyatlar akab maydonda o'tirgan kichik o'rindiqlar bor. O'sha kichik o'rindiqlarda qator o'tirib 97 adam bor. Keyin yana saqchilar bilan qurolni qo'g'dab turdi ekan. 5 qiz oldida kelib o'tirdi ular kirib. Shundan keyin men ular bir şey götüremeyenmiş, yiyecekmişler, sandalye oturdu da, şunlar sinizler yoğan o adamlar, şunda salapetlik, çıraydı, nur yığıp durdu adamlar anısından. Şunlar, ben kırıplı olar çünkü bana işkim bir nas demeyken ki ben kırıplı kumay olar, Esselamu Aleyküm deptim da.
Her qanday adam ise demey qolmaydi. Shular desam, ularimiz yaqirab kusulishib ketdi. Qizlarni bir narsa ketgan, men xato gap salom qilibman deblar. Degan bashar masalan davlat tili darsi o'taman. Mening ismim Qalbinur. Men 24 ning o'qituvchisi, shu xanzur til darsi olgan. Deblar anaki men darsi boshlayverayman deblar boshlab ketdim. Yana biz 6 ga qilsam men o'zim tutamay qolman deb yerda. Anqirchi men bularga qanday qarsam sinfniki shu 8 yerda masalan mening üst ilişkiyada 8 yerda komida akamda kuzish yaprat. Aşnım ko'rdim. Ko'rib shundan keyin men keyin o'rnib bilan darsni boshladim. Bugun o'tilgan darsimiz oldi bilan biz shu xanzur darsiga piyin qismi bilan boshlaylik. Debda do'stlarga yozib olsam degan ularga shu bo'rlarini taqqan ayollar rasmi esa deb yig'layotgan shu qo'lqimga kirib turdi qarang. Keyin qarash faqat ketmayman da keyin qarsam da o'zim etib ketman u ash qilib. Shundan degan xatni yozyapman, o'qiyapman masalan xanzur birinchi 6 tahlil deb yozdim-da, yozib menga aytib o'qinglar deb keyin qarmadim faqat. Chunki ularga esa deb ketgan keyin anadaki men yana sizlardan menga hech bo'lmadimda qarsam cho'q odamlarning mustaqilligi yoshlar shu o'tida shundan keyin yana qarmayman, meni ovozim titrab ketib boshladi, sezib o'tdi. Shundan shunaqa bu darsni 4 saat dersini aşağı tükettim. Şunçalık testte, şunçalık uzun bilindi bu 4 saat ders. Ben aşağı öyleyim, biz gelip asıl abay digendek aldık. Ben söyleyeyim uçuk derslerdim. Nurgun başlıklar, aktarlar hep anlayandı mı? Çünkü özümüzde okuyucumuz ötken dersi başka şunda azal ötkenlik bir temtireş, bazıları kokap geldik o bu ciddi işte. Ben ondan iş yoktu. Fakatlar oylab baksam bu 4 saat ders, şu tuncu başlayan 4 saat benim bu ders okuşluk hayatımdaki en uzun, en korkunçlu, en vahimlik bir ders de oylayım. Ben fakat unutkamayım 4 saat dersinde. Aşağı dakika şunu olan saat 12 aram toşkuzu. Şunu ben ağrımdan binip çıktım. Anadaki çıkıp diyen aşı merlikime koroğa çıkarttığımda çıkıp da kitabı götürüp şimdi sızlam derecede. Korodul kameralar bu mağaç aşağıya çıkıp diyormuş qarab gitparma, asman qarab gitparma, körüp qalsam bu neymiş bu deb ketdim ben bu hemis ben qarşınızı bilalesiz bütün hemis dini zat ilmi alakene anıştırki. Şu aşına qıldık düştü 12'nin bir gece 1 saatlidən iş vaqt. Andan ulağa tamaq taqtımızı deylə qızlar. Andan mən yardım şeysə mən buldu dedi andan müşaqqa daslarda çıxıb hər bir adamga bir tane Xitaydan bu məsələn bir kuruşka harbiylarning bir jangdek bir kuruşkalar vaqimda qalay. Aşnanda bir qaçınlar şogru suylab qo'ydik ya, onun tuzu guruchning tayini sulan. Aşni chiqib taqat qulağı. Shuni ularga ishini demesin ber sunib berganmiz. Shundan anadaki men xumagan keyin cho'ng mo'yis odamlar bo'lgan keyin bir 2 mo'min ortiq beribdi men sunibdi men ularga. Shundan keyin u mo'mini sanab komkada vaqishib ketdi bular. Vaqishib ketganda Mayra degan qizlar bor. Biz xatosini chiqibdimiz. Debam shuni anadaki chiqib yana ishdan mo'min chiqib qo'rg'i chiqqan ekan. Bizni tamoq yanglar deganda chiqsak qo'rg'ida ash qiz. Qalb normalim bu sanaga va hamma narsaga diqqat qilmasak olmaydi dedi. Ha ma'qul desam, ertan boshlab siz bizni tamoqni qilishmayman, tasqallig'imizni balog'it qildi. Shunda qo'rqib ketdim o'zim. Shuni adab tushdan keyin darsimizni tugatib anadaki ketdi. Mushundaq davomlashdi mening bu darslarim davomlashib 10 kun bo'lganlar anadaki bir 3-ayning 10-kunimi ashuna bir kelsam bularning cha saqallarini meni tushiribdi. Ayollarning chichilarini kesib o'tibdi u vaqtda qarsamchi. Kesib ularni cho'ng ayollar uzun ko'ylaklarni kiyib, men bunda erlardan xijildigan ayollar o'tadiganini cho'ng apashlar. Mushundaq qilgan sinib qolgandim xijilchi mushundaq kirib o'tib mushlar chiqitdi ular. Ko'ylaklar bo'lsin. Bu 10 kundan keyin qarsamlar ularning ham erlarning ichiga kiydigan ish kiyim bor bo'lib, masalan, şey deb qo'yamiz, biz kuydiram. Ashni taqib turadigan bir tutash. Anadaki üstüge bir cilit kısmı absilin rengi deyimiz, cüz rengi deyimiz ben. O üstüge numara besip tukaram. Ulan isim soraşkı bulmaydı. Numara besip tuşundan. Kırıp, ben dersim kalsam bile ayarlar mışlak kırdı. Bu şeyi şenku degende erler öyle uxlaydıganda, yatıdıganda kiydigan kiyimi olgan keyin ayarlamıştı kelisi koygan keyin çoğun ayarmışlar kırıp mesela oturdu. Ondan qarab texim bir ko'nglim biyaram bo'ldim. Shuninglar yana bir 10 kun o'tib 3-ayning 20 olgandan boshlab 4-ayning 1-gacha bu yerga kelib ketgan bolalarning jihlig'i butunlay yosh bolalar.
Aşağıdaki şu Gundupay başlığı da koyumuz var. Biz aşağıda bir akımız var. Kadırka da pek o adam bilen pek tulu paranışıp yaxşı çıkışıp ketken ben. Şunu olan 3. ayda 20'den keyin başlap jıklap ketken keyin men qoroda sorayman, oldu. Kardonuşu gaplaş qilmaydi. Şunu Kadırka bu acaba bir jıklap ketdi bu balalar nereden geldi desem, Kalın normalim menden sormam, men muhmayma bularni bir keçin ekep apızı çöküp atıdı da ösedi de qaram. Dep şu muş çaqallığı bu Xitayninki tezliğiga da men abay degandek ikinci qavatla uçuqdi dedim bu palapen chiqib tushkil bo'lgan. 3-chi yana 20-kunimiz 21-kunga shu atigan kelsa mana ikinci qavat chiqadigan yana bir rishat bo'lib qopti, o'sha to'siq bütün shu 2-3-4 qavatning hamma ishxonasi o'sha kamera qilib turma. Hammaning derazaga bütün rishatlarni bitib qopti kechicha shunjumi. Shundan shunchalik hayron qolsin, shundan keyin men yana sordim. 4-ayning 1-gacha keldi bularni. Kelgan 4-ayning 1 bo'lganda şu Kadırkamdaki adam dügen kalmırmalım degende yerim gün ilgime kalsa sizden de muş kızlarga yardım işxanda kısım bulamı kelgen ne bolduysa dügen ders ötülmeydi. Çünkü adam bek çıkıp ketkeşke biz dersini tanışımıza koymaydı dedi. Öyle men normalde künde şu derslerim aşlarla bulduğuna 1 saat 6-7 saat kıça şularla boğan ki adam çıkıp ketken ki bunu orlaştırış tesiri daha bir sınıf bir boğan ki. Şundan keyin bular biz bir uğraştırıp bir yarattık dedi. He dedim. Desem bular mesela bugün düşen gün 6 saat ders ötken bulsam 1 saatlik 100 adam. 2 saatlik başka 100 adam. 3 saatlik başka, ertesi gene başka. Aşında köpliginden de 8 günde her bir saatlik okşamaydı adamlar. Aşında ne kısmımız mı böyle 7-8 ming bolup ketdimi ki keyin kelgenler muş yüzünden başkaları hemiz bütün yaş balla. 18 yaş hatta 16 yaş bir balı var dedim ben çünkü o balı beni biz Mo'mini ekep kız akafta 2-chi qavatning Rishadkidan bir bala chiptikan to'q saqchilar yordamchida endi chiptikan biz kutib qandoqmalim deb chaqadi bir bala 16 yosh kirgan bola ham yangi maktab bitirib u bala yugurashdi bek yomon uzun yugurashdi shunaqa sayonlarning tantarbiya maktabida 16 boshlang'ich bir shunaqa maktab bor shu yerga talab eketgan u balani shu balani ekib qarang. Aşı balını ben çıdaplamay ahir aşı Mahir diyen kızlarını bu kızlar neymiş kılırsanız bular aşlarındaki de arşivini yazdı da bular. Yani keçi günü okumay yazdı ki nereden kelgen, neyim sebepten kelgen, ne ketdi çünkü yötkep durduğun boğan ki kimler ketdi, kimin nereden keldi diyen yazdı ki ben ahir aşı çıdaplamay yani Mahir diyen kızlarının aşı bala neyde tutup kaptı, neyim boptulsam o balınki telefonuga da kanunsuz bir appni düşürüp geldi. Applarımızı unutup kaptım qaram. Bekçi o sınla. Unutup kaptım şunu diye ana dekin o bala anek bir qatım tamaq ekirse şu kızlar öz ekirse qalmur malımga da qo'ysangiz o'tike aca Savag'ray markadasının akam işleydi. Fukudu qalmur malım. Mena mishadligimni deb qo'ysun deb qaram. Biz onu mümkün mü biz onu uçularına deyişimiz ama şunu Şunda için bir xilop ketdi. Demek çoğun hem düşün minam yerlim. Çünkü bularning o kampda turadigan uxmaydi hech kim tuqqanlari. Masalan, erlarda kelgan bo'lsa, ayollar bolalar uxmaydi. Surish saqchiqanga borsa, yani yana kelsan so'rab, sen yotsa, kampa sen ketsa degankin so'rayolmaydi qarag'iliki tuqqanlari o'ldimi, hayotmi, nada turyapti, hech kim bilmaydi uni. Ashlar bo'lganki shuni bilan u Qadirka meni bugun dars o'tmaysiz deganki 1 kun o'tmadim 4 soat qizlarni kirdik, chiqdik. Kıp ahire anladı ki düştüğün kim boğanda dersimizi başlap ketdik. Ben dedim Kadırkan bu yana şu koroda çıkardı. Kadırkan baş kürsüsü ünlü bir körpaksan baktı ki Cem komşusuna. Desem siz bak bunda hem kız kıdığan kızlar kelsiz bu degende bu baydıcımı degende ben mekteplerde kögen bunda keldim körpak mıgan ne bulda kırıp körsem desem cürüm ekrede düşte ekrede bir düşte tamak yiyip gitken tok sakçı bir Uygur sakçı bala varken tok ekrep körüne degende karsam 3 tamda ayrım 3 tamda yoğunmuşlar televizor bakyan bu televizorun her bir öydeki aşağı şunla aniq göründüke qaram yani ki mesela aşlarga bu şuna tek şey oturdu ki demeysizler ki aş tek şey her bir öyde aş 30'dan 40'dan bazı hatta 50 noktadan aş vermiş müdürmem satır müdür sıdaqmay ki bunda qarab yaqib qalsa chiroq yandiki aş öyünün qarşısından çırqan makina bunda basınız yaqin ki yoğun göründüke o aşamını ko'rsatdim almışlar buldu da Degende bular kechdi qanday uxlaydi desem 3 saatdan boshlab dam oldi, navbatlashib dam oldi dedim. Men uxlash yo'q-ku, shuni qaragan. Shuni dedim deb yana biz qo'rg'u chiqandim, Qadirka dedim men. Men Urumchida shuncha yashapdim.
İşensiniz muşu ballarını, muşu neçimin ballarını ben koçuda birazını uçurup bakmaktı ben. Dep kettim bu ballar nereden kelgen desem o kadırken oy kandırmalıyım. Ularni ben zavut koyup ekegen dep oylap kaldım. Bir-birden çıkaralık o ballar karam. Tallap ekegendek ballarına. Ben bu eve kaldım zavut koyup ekegendek bu ballarını dep ketdi cümle. Şunu aşında koyup buraya çıklap ketdi bular. Ama dekin bu yerdekilerge bular munçur kirmeydi. Munçu yok. Aşına oğaşka Ananikin bu erler kampısında her bir kavatta birler opçu obrimi vardı ha. Tazık uyucu. Günde 3 vaqt ama aşağı kızlarını sorayman ben paranışıp akandaq tamak yığanımı suyucu ve de şu yüzünü juyduğun bir minut vaqt var ki bularning növbetleşi. Ama şu kol yüzünü juydu eken o birine kırgandımı bir gün 3 vaqtla kirishga bo'ldi eken. Aş 1 minutdan keyin qara ummu qog'oz bermaydi eken ularga men qog'oz bermasa ular qanday qildi desam tam uqmaymiz hech qog'oz berilmaydi dedi qara. Nindaysiz bu gaplarga ben dedim buni shuni shunday qilib bir 4-oyning 20-simi 5-oy bo'lgan vaqtniki ish qilib tushlik vaqtida qarasam shu qo'ron yo'g'on bo'lgan keyin qo'roda bu harbiy soqchilar bundoq bir yer to'plashib turibdi degan shu yo'g'on dasvaga yo'g'on dasga qaynoq suv qo'yibdi. Bu qarasam qaynoq suvga mushadiki o'quvchilarniki kiyimlarini shu qaynoq suv bisibdi-da bular bisib turibdi. Shu bular kulishyapti degan. Men deylik binodan koridordan chiqiblar. Lan qardim, qara bular nima kulayotganda to'plashib turyapti deb, shuni aniq bormandim, borsam eliq soqchilar, "Voy qora ko'rdingmi?" deb, eliq bu yerdagilar muncha kirmagan keyin, odam jiqi olgan keyin, bularning badanlari pishlab ketdi-da. Shuni ular pishlab ketsa, bular shu kiyimlarini qaynoq suvga besib o'tamoqchi bo'libdi. Shunlar qaynoq suvga besib, "Voy qara, bular ajoyibga bu Uyg'urjimi?" Uyg'urda shuncha qiynasam, osh qo'ysam, suv qo'ysam o'lmaydi. Ma pishdimi o'lmay, qechotida qara deb zangla qilib turib qaradi. Qarama pishdi qaynoq suv o'lmay qechotida deb. Shuni ular ashni qarab degan mayilmish osmon qarab deb ketman. Xudoyim ko'rayotgansa bu mushkullarni, ko'rayotgansa bu mushkullarni harbiylar kulib ketibdi qarag'ashdan. Voy qara deb uyan bo'lib turdi. Ashlar bo'lib ketdi. Shuni ular bir qatim yana bularniki ichayotgan suydim men shundan gumonlanaman. Çünkü siz mesela Tunga aşkanları kırsınız, köygensizmi ki boğun tonda koymayız. Hele kalaymında yoğun tuğlağı çayap koydu Tungalar. Hele jılıma isiniz, kop koydu kaynaksı demler. Ayşı tondun mu da çöygenlerge çıkıp olağı su koyupurda, çöygenlime daim körme aşkın kuygunlu çöy aşkandı. Şunlar bir günde tamak nıkılağına ben istakanını elip çay koyayda berip aşkından su alasa kaynak su hem de o. Avasam şu aşkanda Tunga işledi qarashki ayol Tunga bir er Tunga baş aşpaz. Ayol içine jurab chiqdi, ay losh bunaqa deb baqirib ketdi. Ayol degan shuni men chuchib ketdim, o'zim chuchib. Oy bu nimda atsa, nimish qilmay issan bo'lmaydi buni Allah ichida qo'y ichida o'qishlarsan. Yo sen issan bo'lmaydi o ne dedi. Deganki shuni ulardan ekan, deb gapirmay anadan keyin ona qisman nima ichmayman desam, biz ichimizni qaynatgan ayrim maxsus nimamiz var. Şunu içsen sen diyen ki hadi baş açık verdi çöl. Açık verdi ancak kapı töküp baş içine açık vergen çayına gidip koyup kaynak suyunu. Anadikimde oturup üstelde aşkan içindeki. Hem de tamak ekilip oturup çay içersem aşpaz bu kömür yakşaydı açık vergende. Şuna o aşpaz o vakrap geldi. Madem sen kasur içip atsan dedi karam. Diyen ki şunu ben yinir geldim. Yinir kilip bu sen bu çocuk yaptığın ve içtiğin bana açık vergendi. İçtideki kaynak suyunu içtim. Bu kaynak suyunun neyim var bu bağlantının işte bir nasıl bağırma desem. Oysa çok otamsam olayım. Bazıları kaynamaya kalsa senin kusuna ağırıp kalmışsın dedi. Sen diye bu dersi topkan tutsan dedi. Diyen de rahmet çoğumu kömürlüğünden geldi dedim. Şu günden başlayıp şundan guman kıldım da oldu. Ben 6 ay turttum ya şu Erla kampüste. 6 ay turuş jarayonida bıraktım şu bağlantını çakıp töküp ağını körpakımdım da. Sonra onun belki Mayra diye kızlarını sordum. Şu koroda. Mayra şu kaynak suyudum senin bir dağısılandığında desem oy kandırmalı biz okumayımız onu diyenti. Ben biremez şirketim oldu. Şu şekilde aşpazmışlar enselep gitti. Hatta şu çocuk gitti ya işmecum İstanbul mayda gitti. Onun darımızmışlar kılamdı. Desem biz okumayımız onu da bir şey dedi. Anamlekin bunun sık bu yerdeki erlerge yana Sesra Xitay vaqıram bu yerda. Bu Sesra Xitay her düşen bir günü 2 saat ders ütülmeydi. Çünkü bu düşen bir günü 2 saatte bular aşlardan kanalıdı birisi. Ular hukul urdu qaram. Anakin bir tarafdan tablet kidari berdi. Ular uşaq tablet kidari
bu akuşaklarını ben köydüm közüm bilen bunu belki burada uykudarsı, uşak uykudarları var bilemsiz 2 yaşında. Bek uşak o. Şunu berdikenler bular taktıdı. Belki bir katım, 2 katım, neç katımlap sormadım. Keyin bir kuni anakin bu ishchi sala qizlarning birisini biza chiroyi ancha uchuqroqdan biza gap qildi. Ya birisi qopg'a bakma uni qirg'ilim bo'lmaydi. Shu ma'noga alik patpat deb qo'yma japa chekdi deb qo'yma uni japa chekdi dedi meni. Ashanda so'radim anakin bir dushanba kuni ular tugaganda men dars qilmag'ach japa chekdim deb men so'rab baqachi bular nima qilursizlar dedim. Desam sen qarab bularni qilsa bular teshib chiqib kun ko'rmagan keyin bular hukumat ko'ngil bo'lib bular oqsil kalsiy dedim o bugaydi yo'q dedi ish qilib. Kalsiy suluqlaydigan aşı okulunu berdi. Qara darımı aşında kalsiy suluqlaydı. Qara kalsiy suluqlaydı degende men şunda hayran qaldım. Hükümet nerede bularni ekirib sulab berdi. Ular kalsiy suluqlaydigan shuncha ular chiqqanimi deb shunda men ham dedim. Aşlandımı çoqum bir maqsad bilan qilgan okul dorilardan. Bu yerdagi nemish qanday desangiz chunki bu yerdagi men abaysiz degandek beshida kelganda mo'ysib odamlarning chiroyida nur yig'ib turadigan qomatli odamlar o'g'riqlar chiroy qiliq masalan bir necha kun ko'rmasak chiroyimiz tamda ko'p kilo tatirib boshqa qolib ketdi o'g'riqlab shunda o'g'riqlab ketdi bular aniki bularni kirib chiqishini shunda qiyinlashdi shundaq tasdi bosdi qadamlarini shunda tasdi ma'noda qo'pdi sinoptim 2 kun yasa qadar bizning badallarimiz ko'taramay shunda qo'p tugishib ketib bordi ular degan eg'irlab ketib qolgan ektidu yana ekildi yo'tkilib turdi bular alishib turdi har xil shaklda shunda qo'p anadekin bu yerda mendan bir ish qildim men o'zim men dars shunda bir qiziqadigan bir odam bordi mush qizlardan so'ragan men shu bir akimiz bekli aktiv chunki u akimiz shu men o'zim o'yladim endi ularning butun maqsadi nima desangiz biz shu xitoy tilini ravus bilsak masalan keyin biz ularga davlat naqshidan o'rgatgan xunga deb qo'ydik qizil naqsh o'rgatdik tekst yozamiz bir ko'p yodlaydi bular biz tezroq yodlasak chaqaroq darsimiz tugisa bizim şey qo'yib deb munda ideyalardan ular shuningga bu darsga shunda qizg'in masalan bugun men bir tekst o'tib bir she'r o'rgatgan bo'lsam yodlab bo'lishni qaranglar yodlaydi shuningga birisi bir akimiz var shu so'rdim men shu qizdan chiqib oxiri shu akimiz ismi bo'lsa Osman dedi o akimiz noyitimiz bekbaslik qarsangiz boy shundoq chiqib turdichu Şuna bu akımız nerede? Bir kadar boy ve deme bir seviyoruz. Kamlaşkan akımız ki adam şansım. O akımızın kalındır. O cinlonda böyle muşu nemi taraf doğru geldi kendisiniz. Şisan taraf doğru geldi şeydi. Cinlonda altındaki cin ejdihadaki lon kendine. Aşında meyve ve seykökte pifası var ki karam. Bütün ürün şehirindeki restoranları, çok küçük aşkınlarga top parçası taktıdığan. Aşağıda bek çoğun baykende bu akımızın günüge milyonlap soğudu poptırdı kende. Şundan bu öyle bay oğanlık için ekirip bunu. Konu köptep ketken bu baştan kırıp kaptım. Ben keyin kelgenler dedim. Keyin kelgenler bütün karxançılar degan çoğun şu aşağı restoran açkanlar, aşağı çoğun top paç takış dükkanları bağlar. Aşağının en küçükleri hatta ki Mozlos Hanısı, Navay Hanısı, muş konsokusu Dilber Öküz Hanısı dağlık taşı bir baltılar. Şu yerdeki şu Dilber diye ağacımız hem Öküz dağlık, paçık dağlıkta nurgun xilq yerine kep yetti. Şu ayolunki hizmetçilerim da ekir ketken söylep bakın. En çoğun karxançı, bay ziyalı, artist, yazgıcı, şair, qandaqlı bolsa iş qilib futuq qazangan bolsalar, dükkan açqıdak madar bolsa, dükkan açmay tishni mozozlik qilgan bolsangizmi, medirg'idak hareket qilgadak bir tirishchan, azroq tirishchan bolsangiz, hammadan ekirib olgan gap kampaga. Shuni bilan shu Osmon akamizni so'rab, mana shular bilib oldim degan. Bak qizg'in u odam shu ish qilibchi, voy, o'sha mustaqil qilib turdi, jumla tuzyapmisiz deb baqdi. Shunaqa qilib u akamizning bir keyin mush 5-oyning oxirimi 6 oymi balla bayramlari bu degan vaqtlarda bu akamiz yo'qolib ketdi qaram. Yilqi o'rtasida yo'q odamlar ayrimlar bo'ldi, endi natijadan bo'lsin qalaysizdan chunki uzoqdan qilgan keyin. Shuning bilan ash qizim yana so'rdim, Osmon akamiz yo'qolib ketdi desam, qon besimi, diabet kasali bo'lib qolibdi ekan, balki da shuni bir kechada qo'zg'alib qilib doktorxonada boshqa doktorxonaga yetkash jarayonida yo'lda ulab qolib tashib mashinalar bu odam. Shuni olamdikin bu akamiz mana men o'zim ko'zimda ko'rganim bu. Yana bir bola bordi, u bola ismini unutib qoldim men qarang, u bolaninki
u balım şunda bek tirishchan bala, u balım ama şu bir nimsi vakan to qanaqa o'zi oshxonasi vakan to. Bu oshxonasi davandimi o'shnaqqan. Shu balniki u bal yo'qolib ketdi qarang. Chunki qanday sinflardan biz nihoyatda a'lochi bolalarni tutamiz-ku esimizda. Bek tirishchan bolalarni ma'lumot degan bolalarni chiroyini tutamiz, ismimiz qoldi. Shu aşı balım şunda tirishchan bo'lishga oldi deb o'tirdi. U balmi keyin yo'q. Şunu ben aşı balım sordum, Mayra aşı balısım, voy qandırmalım o bala, nim bo'lib qapti, neodorjum demdike, sülüktü, zehirlishniki, zehirlenip ağrıp gitip, bular deptike, doğru mu da bu bu dese, doğru vermedi o buların davalaydıgan nerede ki, şunu aşınki ahırkı basqıçı dedi. Ben hazır, o da sülüktün, zehirlişinin ahır basqıçı, ona bakmadık ben ondan için. Şunu aşına koyup, o balımı, doktorxan operasyon yanında ülep kaptı o balımı. Şu bu ikisini özlem közümden köydünüm. Ama şu kızlarlaştan almışında. İçinizde bu erler bayada bu erler kampüsündeki bu paciyeleşken kan saat sözler kısınız mı tügümeydi kalmışında. İçinizde kalmışında paciye. Bu yerdeki en çoğun başlığı şu adliye mektep sıfacı da aşağıdaki çöncüke çön idare başlığı o çön nimi okumaymasın çöncü da ataydı. Yani birisi eycü da koyduk o bana Ahmet kesmi. Bu maç adliye idaresindeki muavin idare başlığı şu ikisi mesul olan şunlarındaki müşahede dersler ütüçlerinde açtan doğum paciyeler alıp gitti. Nurgunlar yut geldi, nurgunlar keldi, nurgunlar öldü, kisel alıp gitti. Anadaki yani bu ceryanlarımı biz dersimizde ütokkan vakitlarda bulsun, küçük vakitlarda bulsun. Bularını çağırıp eçkiti de numaralarını çağırıp eçkiti ders alıp çekip tutuyor. Palanç numara çıkıyordu. Bular çıktı bir yarım saat, bir saat bulmayla. Bu birinci kavatına yarasıdılar, sorakan kendine. Buların avazları alındı. Şunçalık şıkırıp bütün bedenimiz guculdap gitti böyle. Hemimiz ya da kudda ağaçlar kıynalıkını bildik dedim de. Ben keçidim açlakken, kündüzüm açlakken. Kuşlarım ağlaydı buların avazı bütün binanı bir şekilde. Şu derecede eksiği. Ana deyken bu bak kıynalıklarının ki ders çıkamaydı ki bular şu nimelerde kamerdan aylap yetip eğer ya putkollar eğer yarılınıp aşağıdakilik mecruh deyimiz mi? Doktor Kalla apası onu ne kılış davalıqlı bo'lmaganlarnikini ya putqulni kesib o'tadigan nurg'unlarniki ideyasi o'tmaydi biz uyg'ur bolalarni bilasiz qimmat qiziq ideyasi o'tmaydi oson bir ishlar shu kecha kunduz u yerda indamay o'tirib sizni so'roq qilib hech qanday ish jinoyatingiz gunohi yo'q chet elda o'qib kelgan bolalarni nurg'un bolalar borki u yerda chet eldan ota-onalar kamma tushunmay bizga o'qib borgan tursa bizni nima qila oladi deb kelib ota-onalarni ko'rishib udlashib ketgan bolalar borki ularni ideyasi o'tmaydigan. Şunu ular şu kalasını git qalğanlar bu hükümet ki yağa yetip biz nurg'unlarni qo'yib etdik, nurg'unlar işte jüdi degan gaplar anlagan bo'lsalar mumkin balki sirtlarda bir turkum ashunday majruhlar jiqlab ketdi qarasangiz, saranlar jiqlab ketdi qarasangiz ko'chalarda ana ki shunda o'riq ular. Har qanday bilan ko'chada ko'rsangiz bir kampdan chiqqan kel deysiz. Shu darajada. Lekin ba'zilar shunda og'rib amal yo'qlarga otalik topshirib bersa shular o'zining uyiga chiqqaniga nim qilmay nim deymiz bunaqa qo'shilmay yana shu kampga ketishni xohlaydiganlar bor ekanda biz shu bizning qo'ra uyg'urlar chiqib bo'lgankin shu o'g'lini erini chiqib berganlardan keyin shu kampda ashak apparat ekan nima ashak apparat desa chunki oyada bularga bergan shu tomoqlarda suvlarda uyg'on vokullarda hammasida ashlarga bunaqa xumo deb qo'ymizmi deymiz endi shundoq bir nima bor ekanda suylarda aslında bilib turdi aniqlam shundoq lekin u yerdagi odamlar keyin qarasangiz nimada ko'p qoldi xomushdaklam qizg'inliklar yo'qolib bara so'raydi ma'lum qachon tugaydi dars kitob tugamdi qachon tugaydi dars degani shu qachon qo'ydi bizni degani deyolmay dars qachon tugaydi ma'lum az qaldimi ma'lum deb bir kitob tugis qo'shib ketadi o kitobni adisman o dars takror qilib beradisan u ma'lum biz bilimiz yangi dars boshlagan deydi soqchilar vaqt lekin sen aralashmaga qilmadi shundoq o'tdi bular ashada shundan keyin qarasangiz bular vaqtning o'tishi bilan 4 oygacha 5 oygacha shunda umidlar yashagan tamamda ko'rsatimiz endi keyin bular butunlay shunda umidini uzdi o'zining hayotidan hammadan umidini uzdi bular xuddi hech nima xiyoli yo'qda xotin bolalar xiyoli yo'q tijoratlar xiyoli ashuna bir xomushdak bo'lib qoldi his qilib qoldi ekansiz dars o'tsangiz hayotda tug'an
Sinip kirganda bogo deb turgan, chiqsangiz bogo deb turgan. Aşında qolib ketdi bularning millisi shudan juyilib, dorilarning bergan ashlarning ta'sirida, hukumning ta'sirida mushaq o'zgarib ketdi bular. Borgan sari ichingiz aytishib, bu gapni birsiga deyamisangiz qanday azoblanib siz o'zingiz his qilib baqsangiz bo'ladi. Men uyga tuqqanlarim yo deyamayman, do'st birodarlar yo deyamaymiz, telefon so'zlashamaymiz. Degan telefonni avasa kechda ochimiz. Uyga kelib yo'lishimni deyman. Mushu bir o'tirib deyman, mush eqib ketmas. Bir hafta payida aram bu ishmi? Oxiri yo'lishim bir haftadan keyin menga bu gapni qilmag'ina dedi. Qilmag'ina, sen o'zing uxlamay kechajilab o'tirgansan, meni uxlatmayotgansan, men sen bilan yotmayman, ayrim yot deb. Hatta yo'lishimni qayrab ayrim yotaqo'yin ayrim yotdi. Nima degan kechachi biroq o'g'ansam meni qarsam yig'layotgan, nima degan odamni biyoram qilgan, kabe o'sha tusag'im tikadab ketib urushmay bilan qarang. Uningim deyamagan keyin ishchingiz buruqdan bo'lib o'zingiz cho'shib ketgansiz. Bizning tomoqimiz tomoq olmay, uyga kelib tomoq asingiz qo'lingiz ishga bormagan. Eliq endi bir stakan çay içey desangiz eliqlar ko'z oldingiz kelgan. Yotsangiz eliq smotkilar ko'z oldingiz kelgan. Mushuncha bo'lar, mush fojia, mushunchalar mush ishlar bilan shundan 8 yanvar 27 kuni bo'lganda bizning ayt tushirdigan vaqtimizcha 8 yanvar 28gacha deb biz imzolagan emas shu mushakilishni oldida. Ashlar bo'lgan keyin shundan andan keyin 27 degan idora boshlig'ining yoniga kirdim men. Kirib mening ertim boshlab tushirdim yerki vaqtim. Men o'zimning maktabim normal qaytishim kerak, chunki mening maktabimda bolalarim 5-sinf chiqqan 2 sinfim bor. Kilarni tuturdi ular. Ular men bo'lmasam bo'lmaydi, men ularni boshdan boshlab olganimni tushundirdim bunga tushundirsa. Bunda bizga o nima bor jadvalan deb menga yizbadi imzoni qo'yib nurg'un xatlarni yozib qarsam, maxfiyat bachchin saqlagan ishonchlik nima astoydil undaq bir muncha yozib turibdi, tamqurtadi. Men rahmat, jafo chekdim, sam jafo chekdim deb uzib qo'ydi. Meni shuning bilan qaytib kelib, ertasi 8-28 kuni normalda o'zimning maktabimga qaytdim. Maktabimga qaytib kelsam, bu maktabda shundan bir cho'ng olam shumul o'zgarish bo'ldi desangiz bo'ladi. Chunki biz shu maktabimizniki darvozachishli maktab, Urumchi 24 boshlang'ich maktab degan qo'shtilik yozilibdi. Yo'q. Tepeden o'zimizning Uyg'urcha aslida Xitoycha bordi. U yo'q. Kan Xitoycha qolibdi. Lekin bizniki maktabni qo'rov qilsangiz, qo'rovni maktabdan bilsangiz, butun lozunkalar, hamma doskalar var, lavha, hammani eslatgan, hammasi Xitoycha ketibdi. Ya'ni 4 qavat o'qish binosi, yaxshi 2 qavat ishxonalar var, xonalar. Har bir qavatda, masalan, miyagi bir Xitoyniki dağdanlıq bir yazgıç şair olsa, onun yerinde bizim Uygurlarning batı, anca-muncha bir nasihatlar, ishlar bor. Hech qanday yo'q. Butunlay ishtir Xitoychilikdan cho'chib ketasiz shu darajada. Lekin sinflarga kirsangiz, sinflarda o'quvchilar harakat o'lchami, o'quvchilar qoidasi deb bor. Ashlar bular uchun endi Uyg'urcha ishki jozida esig'lab, yeni ishki jozida Xitoycha esig'lab, hali Uyg'urcha yo'q. Hem bir tapanmaysiz Uyg'urcha xat yo'q hech narsa. Andan keyin men arxivda ishladim sizga. O arxiv ishxonaga kirsam, o arxiv ishxonasi bir Xitoy o'tiribdi, Xitoy ma'lum Yanchan degan. Shundan oy qaytib keldim dedim. Andan keyin men amna hech vaqtim ixtiyor qarsam, butun men beshida biz yangi arxiv turg'izgan vaqtimizda Uyg'urcha turg'izgandan 2004-yilda 9-yil boshlab bu Xitoyga bizning maktabimizga kelib, qo'shtil maktab bo'lgandan tortib bizim arxivimiz qo'shtil arxivga o'zgarib, har bir arxivni biz qaytadan ish qilib qo'shtil yozib chiqqandik. Men bu kelib qarsam, arxivda u qo'shtil hech qaysi yo'q. Butun Xitoycha qilishimiz kerak ekanini hammasi. Shu men undan so'radim, bu nima uchun bunday qildisam, tam bizga kelgan o'qitish men o'qimadim. Shuncha bo'lmadi deb yuqoridan bizga tushadi, emin o'sha qildik-miz, qayta ishlayotganmiz deganda. Shundan bu maqam arxivlarni ko'ydirdik-miz, ishkimiz kesildik-miz, aqlimiz, shaqlimiz deb qarang. Şunu qarab, hayron qoldim. Menda chunki menda gaqadak maqdur yo'q, raskat qilsam, majolim yo'q, ularga tushundim gaqadakmi. Qashtarsiz bo'lib ketdim. Shuning bilan men andiki mudir ishxonasiga kirib, o'sha qaytib kelib qog'ozni ko'rsatsam, "Voy, sen jafo chekding, sen bu vazifani yaxshi o'rlab kelibsan." U Xitoy u Lixunjun degan maktab mudirmi, menga hech nima demadi. Shula gapi, sen kampga berilsan, lager hech nima demadi, shu ko'riblar. Jafo chekding sen. Undaq olsa o'zimning darsini olamsan. O'zimning darsim normal olay dedim, desam bo'ldi deb. Shundan darsimni o'tkazib olay deb o'tkazib, sinf 5-yilda 3-sinflar 5-4 mening sinfimda 5-1-5-2 Xitoy sinf. 5-3-5-4 bizniki sinf. Shundan kirib
dersimge kirip endi tehe sınıfga kirdim. Kirip öyle sınıfga o hissiyat ne? O tasavvurlap böyle bulmaydı ağızda. Kirip yok buyruq sınıf aldı bizdeki elik mevsumi elik umaq ballar. Kirsen de elik lavuşuk aldı mesela falanmış. Qarab sınıf kirip deganning şu defter kitap üstüne koyup uf deb bir tinibdimanki o tiniq shunchalik rohat bir tiniq yo'q buyruq amiya. Shunda men sınıf boshlig'im biza sho'xroqni salaydin deb u bola. Shunda muallim qaytib kelib bizni ko'rib rohatlandingizlar o'sha dedi qarang. Deganda o aqlli bilan sen qanday bilib oldi ko'zim bilding yosh kelib ketdi desam sizniki uf deb bizga qarab ketdingiz bilib oldim deganda shuni sen sınıf boshlig'i aqlli bilan deb qo'ydim. Deb qo'yib darsimni o'tib chiqdim. Shundan normal bir xil o'zimni qaytib kelib yana bir xil rahat bo'lib qoldim dedim ishxon kirib buruqdim deyamayman gaplarimni o'sha qilsam 828 ertasi ikki kun o'tibman darsni shundan keyin yana bizning mudir telefon chaqirdi ishxonasiga hozir kirsam dedi deb kirsam yana partikomniki sekretari so'nglayin degan ikki kadr bilan birga o'tiribdi. Bizning o'zimizning bir sekretari va 3 ilmiy mudir bor. Shundan keyin kirsam qanday bolalar qo'shib ketganini sizni ko'rib deganda qo'shib ketdim, men ham qo'shib ketdim. O'zimning boldirim tursa bu debdiman. Desam sen belki vazifani yaxshi o'rlab kelding. Afsus bu bolalarning qo'shilishing 2 kunlik o'xshaydi sening. Seni erta tug'undagi bir yerga maktabga ivatadigan bo'ldi deb aytdi. Deganda men ularga yo'q deyamayman, chunki biz yo'q deyish erkinligimiz yo'q. Biz mumkin emas deyamaymiz. Men tug'undagi maktab deganda mes qilib bo'ldim. Yana lagerga ivatadigan o'sha deb o'yladim. O'ylab yaqinmay turdim sen qanday qaraysan, sana besim bormi deb so'radi qarang mudir. Endi dedi yalima dedilar. Aslan dedi hech qanday yaqinmay deganda men nima yalima dedim men. Hech qanday yali yo'q, menda nima yali bo'ldi. Umuman davlat tili dars bergan tursam, oiladan berib keldim, bolalarga shuni bergan tursam deb o'ngishib oldim o'zimni. Qisqagina qo'sma jadvalga qo'l qo'yib berdi. Qo'l qo'yib berdim. Yana bir saqchi shopirniki nomerni berdi, shuni olib 9-birdan boshlab 2017-yili 9-birdan boshlab shu Togondagi qiz ayollar lagerga o'sha bordim. O'sha yerga yana saqchi telefon urib shu bir opadi u yerga